Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ishning uyingizda aynada nishatib gul mahsulotlarini, ya'ni gul ko'chati, gulni o'zini nishatib yetishtirsa bo'ladi. Bugungi videomiz haqqında bo'ladi. Videomizni обязательно bir dona like kanalimizga obuna bo'lib qo'yamizdan bu videoni maksimalli tarqatamiz. Ya'ni ishning gula qiziqadiganlara bu videoni tarqatib qo'yamiz. Ya'ni Telegramdan tashab qo'yamiz. Aziz yurtdoshlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Moskva oblast va Sankt-Peterburgga hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajga ega ishonchli dokument xizmatini taklif etamiz. Registratsiya, turdovoy dogovor, spravkalar va boshqa dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Muhim eslatma, hozirda Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiyangiz yo'q bo'lsa, ushbu xizmatdan foydalaning. Ekraningizda telefon nomerlariga telefon qiling yoki WhatsApp yoki Telegramdan murojaat qiling. Birinchi uchortda, ya'ni birinchi uchortda buning tuprog'i bu ishning chirindil tuproq. Yine uzun o'rtoqlar yine sinib ham ketdi. Uchun singani sababi bitim nozik gul bo'ladi. Bu yine sinib turibdi. Bunda ko'rsatib beraman misol aytib. Yine tuprog'i ishining yaxshi tuproq bu. Ya'ni bu tuprog'i ya'ni bugi deymiz biz, ya'ni chuvalchanglar yetishtiradigan tuproqdan foydalanadi bu gullar. Uchun boshqa tuproqlar qattiq qoladi, ya'ni abash bo'lib, kasak bo'lib qattiq qoladi. Shuni esdan chiqarmay, buni men misol aytib ko'rsataman. Eng zo'r tuproq inashi. Uchun tuproq ko'rishlar mumkin. Eng zo'r tuproq inashi masalan menimcha. Chunki bunning tuproq hali hech yerda yo'q. Chunki eng mazali, eng zo'r tuproq inashi menimcha. Uchun tuproq вообще zo'r. Isam yo'q, hech qanaqa порядный degan narsa yo'q. Chotki turadi. Suv ham uncha shart emas bularning uchun har vaqtdan suv berilsa bo'ldi. Uchun bu tuproq zo'r tuproq, shunday uncha suv talabi yo'q buni. O'zini ko'rishlar mumkin. Oddiy aynada, uying aynasida ishning ko'chat yetishtirib o'tiribmiz. Обязательно like, kanalimizga obuna bo'lib videoni tarqatamiz. Ishning arasında qurg'anlar bo'ladi baribir. Uchun bu qurg'anlarni olib tiyina tashab qo'yasizlar, hech qanaqa zarari boshqa ba'zi yo'q buning aziz yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmang. Bu yaproq hech qachon gulga zarar bermaydi. Chirindi bo'lsa bo'ladi, lekin bu gul mahsulotini hech qachon zarar yetkazmaydi. Shuni esdan chiqarmang. Bu qaysi gul yetishtirgan ma'qul xonaning ichini men tavsiya beraman, ishi guli. Uchun bu gul ichamligini, tozani, havoni tozalab turadi. Bu gullar просто manzara berib turadi, lekin belli ochiq turadi. Bunikini qaranglar. Shunday farqi bor yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmang. Lekin bu gul yetishtirish uchun sizlarga xonangiz issiqqina bo'lishi kerak. Sovuq xonada bu gul yetishtirish sal qiyinroq. Uchun deganda yeri donib qoladi. Donib qolsa uncha yaxshi effekt bermaydi aziz yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmang. Videoga обязательно like, kanalimizga obuna bo'lib, bu videoni maksimal tarqatib qo'yamiz, chunki keyingi videolarimiz bundan ham qiziqarli, foydali video roliklar bo'lishi mumkin aziz yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmang. Ko'rishlar mumkin, zo'r biznes turi emas bu, manzara uyga ya'ni toza havo berib turadi yurtdoshlar.